Men Pozorjon va Oydinlar yoshim 10da 2025-yil 6-aprel kuni o'tkazilgan test sinovida ishtirok etdim. Imtihon haqqoniy bo'ldi va talabgorlar uchun yaxshi sharoitlar yaratildi. İmtihon savollari barchaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman va meni yoshimdagi o'quvchilar ham bu imtihonda qatnashishni xohlar edim. Men imtihon natijasini bitiruv natijasini kutyapman. Men Ravshanbek Islombek, yoshim 12da. Men 2025-yil 6-aprel kuni va 15-aprel kuni Bilimni baholash agentligi Andijon viloyati bo'limi tomonidan chet tilini bilish darajasini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan imtihonda qatnashdim. Menda bu imtihon katta ta'sir qoldirdi. Keyingi imtihonlarda ham qatnashishga qiziqish uyg'otdi. Men imtihon jarayonidan xursandman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men Odiljon va Mohinur Marhamat tumanidagi 40-maktabning 5-sinf o'quvchisiman. Yoshim 11da. Men 2025-yil 6-aprel kuni Bilim va malakalarni baholash agentligi Andijon viloyati bo'limi tomonidan chet tilini bilish darajasini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan test sinovida qatnashdim va imtihon adolatli bo'ldi va imtihon nazoratchilar tomonidan butunlay kuzatuvda o'tkazildi va hozirda men bitiruv darajasini kutmoqdaman va kelajakda Sevon darajasiga erishishni xohlayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men Abdulhamidova Sabina, yoshim 13da. Men 2 yildan buyon arab tilini o'rganaman va 6-aprel kuni bo'lib o'tgan chet tilini bilish darajasini aniqlash bo'yicha test sinovida ishtirok etdim. Test sinovi shaffof va har bir jarayon kuzatuvchilar nazorati ostida bo'ldi. Men bu test sinoviga qatnashganimdan juda ham xursandman. Men Madumarjon Ubaydulloh, yoshim 12da. 2025-yil 6-aprel kuni yozma, 15-aprel kuni esa Bilim va malakalarni baholash Andijon viloyati bo'limi tomonidan chet tilini bilish darajasini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan imtihonlarni topshirdim. Biz talabgorlar Andijon viloyati xodimlariga va ustozimiz Kamolxon Toshxo'jayevaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.